muammo har ikkita homiladorni bittasida uchraydi. Bugun sizlarga aynan ushbu ikkita muammoga yechim beramiz. Birinchisi, homilada obezya bo'lishi, ya'ni homila o'qiga o'ralishi. Ikkinchisi esa homilador ayolning buyraklarini ezilishi va buning natijasida oyoqlarda shish paydo bo'lishi. Homiladorlikning 2-3 trimestrlarida aynan homila o'qiga o'ralishi hamda homilaning noto'g'ri joylashuvi, ya'ni tazg'ir, lejaniya juda ham ko'p uchraydi. Buning yagona yechimi esa tizza tirsak pozitsiyasida turish hamda emaklab yurish mashqi hisoblanadi. Aynan emaklab yurish mashqi hamda tizza tirsak pozasida turish homilador ayollarning buyraklariga tushayotgan zo'riqishni ham eng asosiy yechimi hisoblanadi. Homilador ayollar 2-3 trimestrlarda ertalab hamda kechqurun 2 mahal emaklab yurish mashqini hamda tizza tirsak pozitsiyasini albatta 5 daqiqadan 10 daqiqagacha bajarishlari shart bo'ladi. Ushbu tavsiyamiz aslida arzimas hamda oddiygina ko'rinsa ham sizning homilangiz uchun va aynan sizning sog'lig'ingiz uchun juda ham ahamiyatli hisoblanadi.